Hammaga salom, hurmatli obunachilar. Kelinglar, bugun sizlar bilan 15-iyul 2026-yil 2-smenada tushgan savolni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi savolda nima degan? 200 ta kubning hajmi 24 metr kub bo'lsa, bitta kubning hajmi necha santimetr kubga teng? Okey, 1 metr bu bizada 100 santimetr. Ikkala tomonni kubga oshiradigan bo'lsak, 1 metr kub bu bizada 1 million santimetr kub bo'lib qoladi. Ya'ni 1 million santimetr kub. Endi ikkala tomonni 24 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizada 24 metr kub bu 24 million santimetr kub bo'lib qoladi xullas. Endi 24 million degani bu 24 millionni yozamiz va buni 200 ga bo'lamiz. Chunki bizada 200 ta kub bor. Bularni qisqartiradigan bo'lsak, bizada 120 ming degan javob qoladi. Demak, 120 ming santimetr kub bo'lgan har bitta kubni hajmi. Bu bizada C javob. Keyingisi 6 burchakli prizmaning qirralari soni nechta? 6 burchakli prizma chizadigan bo'lsak, bu bizada bunaqa holatga ega bo'ladi. Kelib bu yoqdan chizaylik. 6 burchakli to'g'rimi? Tutashtiradigan bo'lsak, bunaqa keladi. Endi nechta tomoni bor? Tepa asosida 6 ta bor, past asosida 6 ta bor, to'g'rimi? 1 2 3 4 5 6 i yon tomonlarida 6 ta bor. 1 2 3 4 5 6. Umumiy 3 ta 6 ni qo'shadigan bo'lsak 18 bo'ladi. Demak, ularni qirralari soni 18 ta. Keyingisi 3-savol hisoblang degan. 0,8 ni 0,14 ga ko'paytirish kerak. Buni oddiy 8 ni 14 ga ko'paytiramiz. Oxirida virgul orqaga qaytib qo'ysak bo'ldi. Bu bizada 80 plus 32 yoki 112 bo'ladi va 3 ta virgul orqaga qaytamiz, chunki 3 ta son bor virguldan keyin. 3 ta orqaga qaytsak 0,112 degan javob chiqadi. 0,112 bizada A javobda keltiriladi. Keyingisi Abrorning uyidan ishxonagacha masofa 12 km. Abror yo'lning 25% ni bosib o'tdi. U ishxonagacha yana necha kilometr yuradi? Buni yo'l deb oladigan bo'lsak, to'liq 12 km. 4 taga ajratib olamiz yo'lni. 25%, 25%, 25%, 25% bo'ladi. Har bittasi 25% dan. Bu qismini yurib bo'lgan bo'lsa, Abrorga yana bunaqa yurish kerak. 12 ni 4 ta qismga bo'lgani uchun har bitta qism bu 3 kilometrdan bo'ladi. 3 kilometr, 3 kilometr. Demak, Abror hali yana 9 kilometr yurishi kerak ishxonagacha. 9 bu B. Keyingisi, agar x plus y z 3 bo'lsa, bu ishni hisoblang. Buning uchun nima qilamiz? Kelib bu qovuslarni ochib olamiz. X plus y plus x plus z va plus y plus z bo'ladi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 2x plus 2y plus 2z qoladi. Endi ikkilarni bu yoqdan olib chiqib ketadigan bo'lsak, qovusdan tashqariga x plus y plus z qoladi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, bu narsa bizada o'zi 3. Demak, 2 ko'paygan 3 yoki 6 degan javobni beradi. 6 esa B javobda keltirilgan. Keyingisi chizmadagi ma'lumotlardan foydalangan holda A OC burchakni, ya'ni mana bu burchakni topish kerak. Bu alfa plus beta, ya'ni yoyiq burchak, razвернутый burchak, ya'ni yoyiq 180 gradusga teng bo'ladi. 180 degani bu ham 180 ga teng degani. Mana bu to'r burchak 90 gradusligini bilamiz. Bu 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, biz buni hisoblaymiz. 5x plus x plus 90 barobar 180 ga. Bu yerdan 6x bizada barobar 180 minus 90 ga yoki 6x barobar 90 ga. X bu yerdan 15 bo'lib qoladi. X 15 bo'lgandan keyin biz bu burchakni topishimiz kerak. Bu 5 ko'paygan 15 degan. Yoki 75 gradusni beradi. 75 esa bizada B javobda keltirilgan. 7-si hisoblang degan. Modul 2 marta ochiladi, lekin bu yerda 0 plus minus 0 degan son yo'qligi uchun buni 1 marta ochamiz. 7 minus x barobar 0 ga, minus x barobar minus 7 ga va x barobar 7 ga. Faqatgina x 7 bo'lganda javobimiz to'g'ri chiqadi. Qolgan holatlarni qo'yib ko'rsanglar, moduldan har doim plyusli son chiqqani uchun 0 ga teng bo'lmay qoladi. 8-si 256 bo'lingan 100 amallari. Birinchi buni bajaramiz, keyin ikkinchi bo'limni, keyin oxirida qo'shib qo'yamiz. Qo'shilgan 13 taqsim 10. Bu yoqqa umumiy makhraj 10 yetmayapti. Buni hisoblaydigan bo'lsa 256 taqsim 100 qo'shilgan 130 taqsim 100 bo'lib qoladi. Endi makhrajlar bir xil, ularni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Bu
386 taqsim 100 degan. Yoki buni bo'lsa 3,86 degan javob qoladi. Ya'ni 10 lik kasr ko'rib oldik. Bu C javob. 9-si 5 minus x barobar 0 ga 5 ni bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. Minus x barobar minus 5 ga va minus 1 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, mana bu ikkalasi plyus bo'lib qoladi. Modulda minus x barobar 5 ga va buni 2 marta hisoblaymiz. Minus x barobar 5 ga va minus x barobar minus 5 ga. Bu yoqdan x barobar minus 5 ga bo'ladi va x barobar 5 ga bo'ladi. Ikkalasi ham javobga kiradi va bu bizda C javob. Keyingisi 6-si tenglamani hisoblaydigan 5x plus 3 barobar 5x minus 10 plus 13. Bu yoqdan 5x plus 3 barobar 5x plus 3 ga bo'ladi. Ikkala tomon bir-biriga teng. Demak 5x bilan qisqartirsak 3 barobar 3 ga bo'ladi. 3 barobar 3 ga degani bu cheksizlikka intiladi degan. Ya'ni x o'rniga hozir qaysi sonni olib kelib qo'ysam ham javoblarim o'zaro teng bo'ladi. Masalan 2 teng 2 ga, 3 teng 3 ga, 5 teng 5 ga va hokazo. Va bo'ldi. Xo'p, bu 15-iyul kuni 2026-yil 2-smenada DTMda majburiy matematikada tushgan misollar edi. Agar qanaqadir savol bo'lsa, bemalol bizga Telegram orqali murojaat qilsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun